Assalomu alaykum. Hikmat aka qalaysiz? Mana Hikmat aka bugun inshaalloh adalarni operatsiya kunlari, ya'ni bular o'zlarining adalariga donor bo'lganiga kelganlar. Inshaalloh duoda bo'lib turasizlar. Hikmat aka kayfiyatli chog'mi? Qalaysiz? Havasi yaxshimi? Hammasi yaxshimi? Yekish yo'qmi? Hammasi Allohdan so'rab qolamiz, eson-omon chiqib oling. Allohga omonatsiz aka. Ko'nglingiz to'qili, hammasi yaxshi bo'ladi. Ekan. Hikmat aka, duo qilib qo'ying. Sizlarning yo'linglarni bersin, akaga ham tezroq sog' salomat chiqib olish nasib qilsin. Qani bir duo qilib qo'ying aka. Siz yo'lingizni bersin aka, sog' salomat tez chiqib olishsin bular ham. Allah razı olsun. Sizga o'xshagan onalar ko'paversin. Duoda bo'lib turasizlar, qadrdonlar. Mana Hikmat akammi? Adalariga donor bo'lgani kelganlar, mana operatsiyaga olib ketishyapti. Mayli, Hikmat aka, Allohga omonatsiz. Allah razı bo'lsin sizlarga o'g'illardan. Duoda bo'linglar. Inshaalloh eson-omon sog' salomat chiqib olishsin. Kuzatishda davom etinglar. Albatta izohdan qoldiringlar. Duoda bo'linglar. Kasal bo'lmanglar. Bemorimiz Kamoliddin aka. Operatsiyaga kirib ketyaptilar. Allohga omonat. Duoda bo'linglar. Yana sog' salomat bo'lib chiqib olsinlar. Ko'pchilik duosi ijobat albatta. Hammanglar duo qilishni so'rab qolamiz. Albatta like va izohdan qoldiringlar. Sog' bo'linglar.